Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bugun mana bitta obyektimizdamiz. Bu obyekt Zominda joylashgan. Ya'ni bundan oldingi videolarimizda ham ko'rsatuvdik. Bu chili pitsa qoqilganiga xudo xolisa 1 yil bo'ldi. Mana turishlari qanaqa chiroyli, akkuratni turibdi. Bu chili pitsani oddiy profnatsiyadan nima farqi bor deb so'raydigan akalar uchun qisqacha ma'lumot. Bu mягкий кровli chili pitsalari o'zini qavatini hisobiga, ya'ni bu yerda fanerasi, to'la chili pitsani hisobiga yozda issuvni, qishda sovuvni yaxshigina qaytarib beradi. Tunka bilan solishtirgan bo'lsak, tunka yozda uyi gradusga 10 gradus qo'shsa, masalan, bu mягкий bitumli chili pitsalar yozda issuvni 15 gradusgacha qaytaradi. Ya'ni yutadi. Mana ko'rib turgan rangi bu usti haqiqiy bazalt, granit, slantis toshlarni kroshkalaridan qilingan. Mana kimga shunaqa chiroyli chili pitsalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqinglar. Misol uchun bu chili pitsamiz Joki kompaniyasi standart kategoriyasida yashil chili pitsasi hisoblanadi. Sifat garantiyasi 30 yillik bitumli chili pitsa hisobladim. 1 metr kvadratda 145 ming so'm turadi. Kimga shunaqa bitumli chili pitsa kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar.